hali ishlaydigan bo'lib qoldingmi? Opa, Bu ishlar kamlik qilyaptimi senga, a? Yetmayaptimi, a? Gapir. Opa, bu nima deganingiz? Ishlayman demadim. Shunaqa o'zboshimcha bo'lib qoldingmi, a? Ko'rsatib qo'yma senga o'zboshimchalikni. Yo'q, ishlayman demadim. Anvar akam ko'ngandek bo'lgandilar. Janob, iltimos. Hali menga gap qaytaryapsanmi, a? Menga qara. Agar yana bir marta so'roqsiz ish qilsang, Opa, nima bo'lyapti? mana bu o'zicha ishlagisi kelib qopti. Hech kimdan so'ramasdan. Xabaring bormi? Ha, kenayi zo'r-ku. Qachondan beri bu uyda o'zingiz qaror qabul qiladigan bo'lib qoldingiz? Lola, unaqa emas. Men ishlayman demadim. Anvar akadan so'rab ko'ray degandim. Hali meni opa. yolg'onchiga chiqaryapsanmi, a? Ming opa. Hali unda men aldadimmi, a? Uyingni ko'rsataman. Ablah. Hey,